Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Juda ham ko'p Toshkent 60% Xitoy egallab oldi degan har xil videolaringga men o'zim shaxsiy fikrim bermoqchiman. Mana hozir ko'rib turibsizlar, Xitoy 60% joyimizni Toshkentda qo'lga kirdi. Men aytmoqchimanki, haqiqatan O'zbekistonda yer juda maydoni katta. Mana ko'rib turibsizlar. O'zbekistonning maydoni juda ham katta. Haqiqatan maydonni ko'rib turibsizlar. Lekin bir narsani to'g'ri qabul qilishimiz kerak, O'zbekiston Respublikasi fuqarolari. Sizdan bir narsani iltimos qilmoqchiman. Xitoy kirib kelishi bu degani bo'ldi, endi bugundan boshlab O'zbekiston xalqi ketish kerak degan narsa emas. Bir narsani bilib olinglar, tanqidni o'zini har joyda o'zini sabab bo'lishi kerak. Bu Xitoy kirib keldi, endi bo'ldi, endi Xitoy endi egallab olar ekan O'zbekiston deb o'ylamanglar. Birinchidan bir narsani tushunib olinglar. Biz yashayotgan har bitta yerimizga soliq to'laymiz. Va biz soliq to'lovchilarmiz O'zbekistonda. Va soliq to'lovchi bo'lganimiz biz yashayotgan o'sha joyimiz ham bu davlatning mulki hisoblanadi. Davlat kimga qancha miqdorda ijaraga beradi, bu masala bilan davlat shug'ullanadi. Bunga fuqarolar hech qanaqa o'zining shaxsiy fikrini endi aytishi mumkin, lekin propagandaga ishonib har xil fikrlab Xitoy bosib olyapti degan fikrlaring bu mantiqsiz so'z bu. Sababki O'zbekistonning mana shuncha biznesmenlar ham o'zicha endi har xil videolar ko'rib turibmiz. Biznesmenlar aytayaptiki, Xitoy bizni biznesimizni tortib olyapti deganlarga ham aytib o'tmoqchiman. Kim tadbirkor bo'lsa, kim yaxshi biznesmen bo'lsa, biz O'zbekiston ochiq. Qaysi tadbirkorligini qilmoqchi bo'lsa O'zbekiston kelib bemalol tadbirkorlikni qilinglar. Mana bepoyon yerlarimiz bor, mana ko'rib turibsizlar. Bepoyon dalalarimiz bor. Mana shu joylarga ishlab chiqarish, Xitoy kelib ishlab chiqarish qilaman desa, biz O'zbekiston, men o'zim shaxsan, o'zimiz shaxsiy fikrim bu. Kim kelib nima tadbirkorlik qilaman? U Xitoy keladimi, Amerikans keladimi, Anglichan keladimi, Angliyadan keladimi, qaysi davlatdan kelmoqchi bo'lsa, men o'zim shaxsan taklif qolaman. Kelinglar, mana shu biznesmenlar kelib O'zbekistonda investitsiya kiritib, O'zbekistonni bo'y qilishga harakat qilamiz. Har xil tanqidiy fikrlari qilib, videolari qilib, boykot qilishimiz kerak, Xitoyga bu qilishimiz kerak degan narsa kerak emas. Mana bepoyon yerlarimiz turibdi. Kesin mana shu yerga bir 2 milliard dollar, 3 milliard dollar pul sarflasin, 7 milliard dollar pul sarflab turib mana shu yerlarni obod qilsin. Bizga O'zbekiston xalqiga bu foydali-ku bu. Birinchidan endi qaranglar, nima uchun? Tag kommentariyaga yozinglar o'zlaringiz qisqacha fikrlaringni. Har xil narsalari boykot qilamiz, boykot bilan ish bitmaydi. Shuni yaxshilab bilib olinglar. Mana shu joyda qaysi xitoylik kelsa ham, masalan, anglichan kelsa ham, masalan, amerikans kelsa ham, mana shu joyda qanaqadir zavod qurilsa, shu yerdagi O'zbekiston Respublikasi fuqarolari hammasi shu joyda ish bilan ta'minlanadi. Ish bilan ta'minlansa, ertaga biz uchun hozir 5 million oylik olayotgan bo'lsak, 10 million oylik olib o'sha joyda ishlaymiz. Va O'zbekiston iqtisodiyoti ko'tariladi-ku. Tushunyapsizlarmi? Iqtisod ko'tariladi-yu, ko'tarilsa har bitta aholimiz 10 milliondan oylik olsa, bitta xo'jalikda 10 milliondan agar oylik olsa, bitta xitoylik kelib shu yerda qanaqadir ishlab chiqarish qilsa, xalq boy bo'ladi-ku. Xalq boy bo'lsa, keyin davlat boy bo'ladi. To'g'rimi? O'sha uchun men sizlarga aytmoqchimanki, Xitoy boykot qilishimiz kerak, bu qilish. Men o'zim tarafdor emasman. Men o'zim shaxsiy fikrim. Xitoy kelsin. Yerlarni bo'shab turibdi mana. Nimadirlar qilishimiz kerak. Bu yerda katta zavodlar qurishimiz kerak. O'zbekiston xalqi shu zavodlarda ishlab 10 million, 20 millionlab ish haqi olaylik. Biz ham 1000 dollar, 2000 dollardan ish haqi olaylik. Qachongacha yuramiz? Qo'y boqib, mol boqib, jonga tegdi-ku, mol boqish ham, qo'y boqish ham. Ha deb qo'y boqaylik, mol boqaylik, qo'ydan buncha qolar ekan, moldan shuncha qolar ekan deyavermasdan, qilaylik, zavod kelib qursin. Bular kelsa sizga yer ijaraga oladi-ku, buni tag bilan sotib olmayapti-ku. Qonunchilikda belgilangan me'yorlari bor. Hech qachon boshqa davlatning fuqarosiga o'zi uchun 7 gektar, 8 gektar joyi butun umrga sotmaydi. U O'zbekiston fuqarosi bo'lsagina u sotilishi mumkin. O'zi uchun egalik huquqi berilishi mumkin, lekin Xitoydan kelayotgan har bitta fuqarosiga egalik huquq degan narsa berilmaydi. To'g'ri qabul qilish kerak. Kelsin Xitoylar kelib zavodlar qurib tashlasin. Hamma ishlab chiqarish. Nimaga deylar? Nimaga Xitoy
kirib kelyapti O'zbekistonga. Sabab O'rta Osiyoning markazida joylashgan O'zbekiston, markazda joylashgan. Bu bag'i Qirg'iziston, bag'i Qozog'iston, bag'i Turkmaniston, bag'i Afg'oniston, bag'i hamma tarafdan biz chegaradosh davlat hisoblanamiz. Agar O'zbekistonda hamma narsa ishlab chiqarilsa, ertangi kunimizga va yonimizdagi o'sha davlatlarga ham o'sha ishlab chiqargan tovarlarimizni sotish qulaylik bo'lgani uchun ham Xitoy qiziqtirish bildiryapti. Va mana hozir aytyapmiz, vizasini hozir O'zbekiston viza tizimini yengillatib, vizasiz kirib keladigan qilib qo'yishdi Xitoy. Xitoy hozir hammasi kirib kelaveradi. Xuddi siz Rossiyaga chiqasiz-ku, vizasiz. Xitoydan xuddi shunaqa narsa joriy etilgan. Vizasiz kelyapti, Xitoylar kelib bu joy sharoitini o'rganyapti, ko'ryapti. Sharoit yaxshi, nima ishlab chiqarsak nima bo'ladi degan maqsadda Xitoylar bir marta kelib, ikkinchi marta kelganda o'sha zavodini quryapti, fabrikalarni quryapti, o'sha rivojlanishi tezroq ishga tushiryapti. Hammalarining o'zlaricha boykot e'lon qilamiz, boykotlar ish bitmaydi. Hurmatli yurtdoshlar. Boykot emas, kelib zavod qursin. Ertaga bizga tashlab ketadi shuni Xitoyliklar. Tushunyapsizmi? O'sha yerga 30 yilga yoki 20 yilga yoki 10 yilga ijaraga olsa, buni bir pasdan keyin o'sha 30 yil 20 yil o'tgandan keyin buni davlat baribir o'zida qoldiradi bu narsani. Davlat qoldirganda buni yana o'zimizning xalqimizga qoladi o'sha katta zavodlar. To'g'ri, siz aytishingiz mumkin. O'sha 30 yil 20 yil ichida bizni valyutalarimizni olib chiqib ketib qoladi Xitoy, boshqa davlatlar. Yo'q, lekin sizni davlatingiz taniladi-yu birinchi navbatda. Ishlab chiqarishga har bitta birkasiga yoziladi-yu. Made in O'zbekiston deyiladi-ku. Nimadir O'zbekiston ishlab chiqarsa, ham birinchidan iqtisodiyotiga foydali, ham o'sha brendingiz bo'ladi, o'sha brend bo'lsa, o'sha brend nomi ham Made in China bo'ladi. Nimadandir o'sha Made in China emas, Made in O'zbekiston bo'lib chiqadi. Qayerda ishlab chiqarilgan bu mahsulotlar desa, hech kim Xitoydan demaydi. O'sha qayerda ishlab chiqarsa, O'zbekistonda ishlab chiqarsa, O'zbekistonni bu buyumi yoki narsasi yoki kiyimi yoki nimadir deyiladi-da. Bu narsa O'zbekistonga foydali. Men endi fikrimni yakunlamoqchiman-da. Qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, kommentariyga yozinglar. Noto'g'ri yoki to'g'ri gapirayotgan bo'lsa, mana xalqqa o'ziga yuzlandim. Shaxsan o'zim mana xalqqa shu o'zimning shaxsiy fikrimni aytdim. Boykot u bo'lmagan narsa. Rivojlanishimiz kerak. Biz Xitoylarga o'xshagan miyamizni rivojlantirishimiz kerak. Biz qachongacha qaysi bir davlat kirib kelsa, bu qilmasligimiz kerak, u qilmasligimiz boykot, bundoq hamma narsaga qarshi chiqaveradi O'zbekiston fuqarolari. Nima uchun? Yo'q, aksincha ular ichiga kirib turib, ular qilayotgan ishini biz ham nima desa bo'ladi? U o'rganib tezroq biz ham rivojlanishimiz kerak. Aqli bor ekanki, shu davlatdan kirib kelib, 500 ming dollar, 1 million dollar, 2 million dollar pulini olib kelib turib, shu O'zbekistonga tikyapti. Sabab bor. Chunki bu yangi bozor hisoblanadi. Yangi bozor bo'lgandan keyin O'zbekiston ochildimi butun dunyoga, demak, nimadir iqtisodiyotni rivojlantirish uchun nimadir qilish kerak. Ular to'g'ri, ko'pchilik aytayaptiki, kommentariyalar o'qiyapman, har xil fikrlar o'qiyapman. O'zbekiston kirib kelsa, o'zimizga nima qoladi? Ayrim biznesmenlar o'zicha katta puli borlar gapiryaptiki, bizni endi sindirib tashlaydi. Aqling bo'lsa qolasan, bo'lmasa bankrot bo'lasan. Mana bu fikrim. Agar aqlli bo'lsang, har bitta xodimlaringdan ish haqqisidan o'g'irlamasdan, soliqdan qochmasdan, vaqtida soliqini to'lab davlatga, biz uchun ayrim joylar ko'ramiz, shunaqa tadbirkorlar borki, 1000 ta 2000 ta ish o'rni borda, 1000 ta. Lekin oylik maoshi plastikda 2 million yoki 3 million chiqarib beradi-da, desa 3 millionga ishlayapti deydi. Lekin naqd pul yana 2 milliondan beradi. Mashinasini hamma soliqdan qochish. Hamma soliqdan qochish. Ertaga Xitoy kirib kelsa, Xitoy birinchi navbatda soliqni joyiga qo'yadi. Bizni qonunlarimizga bo'ysunadi birinchidan. Davlatga, byudjetga normalniy soliq tushib beradi. 10 million oylik bersa, 10 millionlik soliq to'laydi davlatga. Bizni tadbirkorlarga o'xshagan 5 million oylik deb ishga oladi-da, 3 million plastikda 2 million naqd beradi. Nimaga? Bu yashirish hisoblanadi. Bu yashirin iqtisodiyot deyiladi bu. Yashirin iqtisodiyotda shunaqa 2 million naqd berib, 3 millionni plastik qilib, davlat ro'yxatida 3 million oylik beryapti-da va soliqdan qochib turib 2 millionni yashirib beryapti. Bu ana shu narsalar hammasi yo'q bo'ladi. Tadbirkorlarga aytib o'tmoqchiman. Harakat qilinglar.
sinib ketmasligi. Lekin men endi bir narsani aytib o'tmoqchiman hozirimiz uchun. Hamma narsani analitika qilib ko'rib, O'zbekistonda bo'layotgan vaziyatni kuzatgan holatda aytyapman. Agar bundan bag'ga qaysi tadbirkor halol ishlab, hech narsani yashirmasdan, na sog'liqdan, na boshqa sohadan, na bundan, na undan hammasiga vaqtda oyliklarini berib, hamma iqtisodiyotni rivojlantirish uchun harakat qilsa va o'sha kompaniya, o'sha katta shirkat. Hurmatli yurtdoshlar, fikrimni men yakunladim. O'zimning shaxsiy fikrlarim bu. Har xil videolarga boykot qilish kerak, u qilish kerak deb kommentariyalar har xil fikrlar yozyapsizlar. Lekin bir narsani tagida nezik borda. Bu har bir tadbirkor bu O'zbekiston kirib keladi, hammasi baribir manfaat ko'zlaydi. Buni hamma biladi. Bu manfaatsiz bo'lmaydi. Lekin Xitoylar bitta narsasi borki, u 1,5 milliard aholisi bor. 1,5 milliard aholisi bor. Ular ham kelib biznesni qilsin. Hech kim qarshilik qildirmasin. Boykotlar qilmanglar. Bu meni o'zimning shaxsiy fikrim. Majbur bo'ldim shu fikrlarni aytishga, sababki va videoni yakunlayman-da. Kommentariyaga o'zingizning qisqacha fikrlaringizni qoldiringlar, bittadan like bosib qo'llab-quvvatlanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.